Sonet modellarini 1.300.000 so'mdan chiqarib bera olasizmi? Evet, haqiqat hammasi. 5 yilga rasochkaga olsalar, oylik to'lov 1.332.000 so'mdan chiqib keladi. Kia Sonet avtomobili. Mana ko'rib tursiz, Kia Sonet avtomobili barcha pozitsiyasidan o'zimizda наличиеda bor. Bonusdan taxlab berasiz. Albatta, boya sanab o'tgan bonuslarimiz barcha avtomobillarimizga amal qiladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Akalar, videorolik boshidan birdaniga like bosib, Kia xarid qilmoqchi bo'lgan yaqinlar, tanishlar bo'lsa jo'natamiz. Qashqadaryo Shahrisabzdagi rasmiy Kia avtosalonidan juda ham zo'r takliflar. Akalar, Kia Sonetlarni oylik to'lovini 1.300.000 so'mdan 5 yilga rassrochkaga, ustiga foizi yo'q, peniyasi yo'q, pul qo'shilishi yo'q. Pulini maydalab to'laysizlar, 5 yilga olasizlar. Vaqtida bilasizlar, pulini to'lab qo'yib, vaqtida bilasizlar, pulini to'lab qo'yib, 2-3 oy ajdan qilingan o'sha mashhur Kia Sonet modeli. Endi bu yog'iga avtosalon menejerdan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Haqiqatdan ham shuni 1.300.000 so'mdan chiqarsa bo'ladimi? Bizga grafiklarni ham ko'rsatishni so'raymiz. Akajon, assalomu alaykum. Yana bir bor. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sardor aka, charchamasizmi? Salomatmisiz, charchamasdan. Akajon, rostdan ham shu Kia Sonet modellarini 1.300.000 so'mdan chiqarib bera olasizmi? Xuddi shunday, albatta 5 yilga bo'lgan muddatli rassrochkaga chiqarib bera olamiz. Bitta ko'rsatsak bo'ladimi? Haqiqatmi o'zi? Marhamat, haqiqat hammasi. 5 yilga rassrochkaga olsalar, oylik to'lov 1.332.000 so'mdan chiqib keladi. Kia Sonet avtomobili. Foiz peniya? Yo'q, 0%lik. Xo'p, bunaqa taklifni Qashqadaryo Shahrisabzdagi rasmiy Kia avtosaloni beradi. Bularni kutish ajdani yo'qmi? Shunday kelib to'lovni qilsak chiqarib ketsak bo'ladimi? Albatta, shu kelsalar bir kunda, uzoq bir kunda minib ketishlari mumkin. Mana ko'rib tursiz, Kia Sonet avtomobili barcha pozitsiyasidan o'zimizda наличиеда bor. Xullas, optim bazasi keladi deydi-yu, muammo yo'q. Rangidan qator hamma rangidan taxlab qo'yilgan. Xuddi shunaqa. Kelib ko'rmoqchi bo'lganlar uchun avtosalon manzili. Avtosalonimiz manzili mana Shahrisabzda M39 trassada joylashgan, Zavoddan o'tib kelaverishda 10 qo'lda joylashgan bo'ladi, kitobga qarab ketish yo'lda. Bu yerda mana Perival. Mana bu yerda Kia Shahrisabz rasmiy avtosaloni. Xo'p, endi hammaga qiziq, Kia Sonet o'zi nechta pozitsiyada, naqd pulga necha pul bo'ladi? Hozirgi kunda Kia Sonet avtomobilimiz 4 ta pozitsiyada mavjud bo'lib, 199.900.000 so'mdan boshlanadi. 254.900.000 so'mgacha naqd pulga skidkalarimiz ham bor. Aha. Demak, eng arzoni 199 millionlik varianti. Xuddi shunday. Ko'ringlar. Boshlang'ich to'lovlar endi hamma obunachilar so'raydi aka. Boshlang'ich to'lov qancha bo'ladi? Misol uchun qo'limda 50 million pulim bor, qolgan nech puldan chiqadi deb aytiladi. Shunga bir aniqlik kiritib, rassrochkaning aniq tartibi o'zi realniy ko'rsatsa bo'ladi hammasini. Qanaqa bo'ladi tartib? 200 millionligini olmoqchiman, misol uchun birinchi pozitsiyasini. Albatta, qarang aka, Kia Sonet avtomobillarimiz boshlang'ich 15% to'lov bilan rassrochkaga olsa bo'ladi. 5 yilgacha bo'lgan muddatda. Boshlang'ich 15% to'lasalar, 15 oyga rassrochka bo'ladi. 15% bilan 15 oyga bo'ladi. 25% to'lasalar 2 yilga rassrochka qilib beramiz. 30% to'lasalar 2,5 yil, 40% to'lasalar 40 oyga bo'ladi va 60% to'lasalar 5 yilga rassrochka qilib beramiz. Demak, 50% dan ko'proq to'laganlarga o'sha 60 oylik rassrochka qo'limizdagi 1.300.000 so'mdan chiqarib beramiz. Xuddi shunaqa. Mana bu yerda hamma yozib qo'yilgan. Shunda men 119 million to'lov qilishim kerak bo'ladi, shunaqa-ya? Xuddi shunaqa. Mana 119 million pul bilan kelsanglar, oylik to'lov 1.300 dan chiqadi. Yo'q, menda sal kamroq bo'lsa, 100 million so'm pul bilan kelsam, qolganini chiqarib berasiz rassrochkaga. Albatta. Telefon qilsa hisoblab shuni grafik bilan tashlab berishim imkoniyatlari bormi? Albatta, mavjud hammasi. Bizga telefon qilsalar yoki Telegram orqali murojaat qilsalar, qaysi pozitsiyaligini aytsalar, o'zimiz grafiklarni hisoblab tashlab beramiz. Haydab yurgan mashinamni alishtirish masalasi qanaqa bo'ladi? Sizlarda o'zi trading dasturi qanaqa ishlayapti? Trading xizmatimiz ham bor. O'zimiz hamkorlar bilan birgalikda trading xizmati bo'ladi. Bozor narxida va bozordan ma'qulroq bo'lgan narxda ham hisoblab olib qolamiz. Va birorta yangi markani taxlab berasiz. Albatta. Bonus sovg'alar qanaqa bo'ladi bizning obunachilarimiz? Bonuslarimizga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 7 ta bonusimiz mavjud bo'lib, nimalar aynan? Orqa oynalarini tonirovka, radiatorga защитный setka, pad nomer, salon qismiga polik qo'yib beramiz. Keyin yog' almashtirishga 40% skidka 5 yilga va 5 yil davomida kompyuter diagnostikamiz bepul bo'ladi. Zo'r takliflar. Ko'ringlar. Kia Sonet xarid qilganlar uchun. Kia'ning boshqa modellari ham bor-a? Bir Bor, albatta. bo'ladi-ya. Marhamat, ichkariga kirib ko'rsataman hammasini. Demak, O'zbekiston bozorida qanaqa Kia modellar sotilayotgan bo'lsa, hammasidan bor.
keyin rasmiy avtosalonmi, garantiya, servis, ustaxona masalasi qanaqa bo'ladi? Bizning Kia Shahrisabz avtosalonimiz rasmiy avtosalon hisoblanadi. Barcha avtomobillarga 5 yil yoki 120 kilometr garantiya bor. Zapchasidan hech qanaqa muammo yo'q. Hammasidan zapchasidan наличиеda bor. Mana hamma modellarni taxlab qo'ygan. Ish vaqtlari qaranglar, Kia Shahrisabz ertalab 9 dan 20:00 gacha. Dam olish kuni bor yoki yo'q? Har kuni ishlaymiz. Shanba, yakshanba kunlari ishlaymiz. Demak, istalgan kunda kelaversak bo'ladi. Akalar, bismillah, nasib qilsa hammaga. Mana bu yerda Couch yangi model. Bu bozorga yangi kirib kelgan model. Qanaqa bo'lyapti Couchlarning savdosi? Shular haqida ham Couchlarning savdosi hozirgi kunda yaxshi. Couch 4 ta pozitsiyada chiqadi. 219 million 900 ming so'mdan boshlanib 299 million 900 ming so'mgacha. Couchda ham rassrochka mavjud. Ha, bular ham rassrochkalar ochildi. Shunaqa. Ko'ringlar, yangi model Kia K3 qiziqqanlar bo'lsa. Bularni ham boshida kamroq puli borligiga chiqarib bera olamiz, a? Albatta, chiqarib bera olamiz. Xullas, xarid qilmoqchi bo'lsangiz, qo'lingizda qancha summa borligiga qarab telefon qilsangiz, menejer akalarimiz chiroyli qilib hisoblab beradi. Bu yerda o'sha Sanit. Mana bu yerda Kia Sportage. Sportage restyling variantda bu. Restyling 2026 variant. Eski variantidan farqi bor bularni. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Akamiz istalgan Kia modeli va xarid shartlari haqida to'liq ma'lumotni beradi. Misol uchun eski variantdagi Sportage bor. Barter qilib yangisiga almashtirib beramiz. Albatta. Muammo yo'q u taraflarda. Muammo yo'q, bemalol. Xo'p, nasib qilsa akalar hammaga Kia K5. Bu K5 haqida ham ozgina pozitsiya narxlari haqida ham ma'lumotni berib. K5 hozirgi kunda 8 ta pozitsiyada mavjud bo'lib, 379 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Birinchi pozitsiyamiz, mana bu ko'rib turgan pozitsiyamiz oxirgi 8-pozitsiyasi bo'lib, 539 million 900 ming so'mgacha bo'ladi. Rassrochkalar? Rassrochkalarimiz 25% dan boshlanadi va 5 yilgacha bo'lgan muddatga rassrochkaga olsa bo'ladi. 5 yilga rassrochkaga olsa bo'ladi. Ko'ringlar, qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Bularni kutish ajdani yo'q, xudo xolasa. Yo'q, hammasidan наличиеda bor. Ularga ham bonusdan taxlab berasiz, xudo xolasa. Albatta, boya sanab o'tgan bonuslarimiz barcha avtomobillarimizga amal qiladi. Mana shu K5 xarid qilmoqchi bo'lganlar, misol uchun birorta pozitsiyani tanlab, yarim pulini to'lasa, qanaqa rassrochka muddat bo'ladi? Necha yilgacha beradi? Agarda boshlang'ich, ya'ni 50% ni to'lasa, yarim pulini qolgan muddati, qolgan summani 3 yilgacha bo'lgan muddatga rassrochkaga olsa bo'ladi. Yana ko'proq to'lasam, ko'proq muddatga bo'ladi, ha? To'lovga qarab, ha? Xuddi shunaqa. Xo'p, bu Kia K8. Bular ham наличиеda, xudo xolasa. наличиеda bor, hammasida mavjud. Kia K8. Bular haqida ham ozgina ma'lumot berib boring. K8 hozirgi kunda 3 ta pozitsiyada mavjud bo'lib, ko'rib turganimiz K8 ning restyling varianti 2026-yil variant. Birinchi pozitsiyasi 789 million 900 ming so'mdan boshlanadi, 859 million 900 ming so'mgacha. Mana, akalar, nasib qilsin. Bu yo'q endi premium variant hammasi. Demak, bular ham pozitsiyasiga qarab. K8 da naqdmi yoki rassrochkasi bormi? Naqdga, rassrochkaga imtiyozli avtokredit, lizing barcha to'lov usullariga mavjud. Demak, to'lov usulida muammo yo'q. Qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar. Akalar, hammani Shahrisabzdagi rasmiy Kia avtosalonida kutib qolamiz. Tashqarida ham mashinalar sizni kutmoqda. Kelib, istalgan Kia modelini xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Ish kunlari har kun deb aytildi. Endi akajon qarang, hozir 7-8 ta sovg'ani sanadik-da, avtosalon tarafdan bonusga deb. Obunachilarimiz kelib, yana sizni o'zingizdan boringki xarid qilib, birorta modelni xarid qilsa, yana biror nima qo'shib berish imkoniyati bormi? O'zingiz tarafidan sovg'aga. Albatta, albatta. Uni kelganlarda yana gaplashib ko'ramiz. Albatta, qo'shimcha bonuslar ham qilib bera olamiz. Qo'ldan kelgancha, xudo Qo'ldan kelgancha. Akamiz raqamini pastga qo'yib qo'yamiz. Kimga qanaqa Kia modeli qiziq bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bexijolat telefon qilasizlar. Akamizdan kelganda yaxshi kutib olish, yaxshi markalarda zo'r bonuslar taxlab jo'natish zimmasida bo'ladi. Akajon, ma'lumotlar uchun rahmat. Videoga bitta like bosamiz, Kia xarid qilmoqchi bo'lgan yaqinlarga jo'natamiz. Hammani Shahrisabzdagi rasmiy Kia avtosalonida kutib qolamiz. Hammaga rahmat.